Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Demak, bugun 22-mart. Biz hozir Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanidamiz. Lalma hududdamiz. Mana bu atrof ko'rib turibsiz. Shu yerda mana Lalma bug'doyzorda turibmiz. Mana qarang. Mana endi u atrofni ko'rib turibmiz. Bu yerlar haligi dasht hudud. Masalan, Lalmani ham tog'ol hududlari, tog' va tog'ol hududlari bo'ladi va mana bu dasht hududi endi og'ir Lalma hisoblanadi. Yomg'ir juda ham kam. Demak, bizni institutimizda navlari ekilgan. Fermer akamiz bor, Jumog'ul aka. Hozir demak, ikki og'iz fikrlarini eshitamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Javul bobo o'g'li fermer xo'jaligining ishchisiman. Mana shu Qayroqtosh bilan 4-5 yildan beri shug'ullanamiz. Lalmiga asosan shu bizga juda bir mos keladigan bug'doy urug'laridan Qayroqtoshni ekib hosilni olyapmiz. Mana o'tgan yili ham 1,5 tonnagacha hosil oldik, Allohga shukr. Bundan biz juda mamnunmiz. Mana shunday lalmilarga, mana shunday qirg'oqchilikka mos, mana shunday urug'larni bizga olimlar yetkazib kelib berganiga mana shukronlar aytib, mana shuni tadbiqot qilyapmiz. Boshqa fermerlarning ekishiga ham mana shu ko'rsatyapmiz, ko'ryapti, ko'rishib kelyaptilar. Hammasi imkoniyat darajasida bo'layapti. Endi yana boshqa navlardan ham mana shu ekib ko'rishyapmiz. Allohga shukr. Endi bu yog'ini bu yil demak bu nav bu yil keldi, to'g'rimi? Ana qarang. Buni bu qarab ko'ramiz. Mana bu yil endi Xudo xohlasa natijasini endi kuzda ko'ramiz. Shunday. Aka, mana Qayroqtosh bizga ma'qul keldi dedingiz. Nima tarafdan ma'qul keldi? Eski navga nisbatan nimasi ustun ekan? Buning ustunligi mana agar 2 yomg'ir bo'lgan taqdirda ham bu 1 tunda 200 gacha berar ekan. Boshqa navlarchi. Boshqa navlar. O'zlaringiz ekilgan nav qanchadan? Ekiladigan navlarimizda bizlar agar 4-5 marta yomg'ir bo'lmasa olmasdik. Hosil bermaydi. Hosil bermasdi. Umuman bermaydi. Bermasdi. 100 kilo ham olinmasdi. Endi qo'shimcha ma'lumot berib ketmoqchiman. Endi bu hududlar o'ta og'ir dedim. Yomg'ir juda ham kam tushadi. Bu yerlarda 1 tonna hosil lalmada juda ham mast hisoblanadi, to'g'rimi aka? Shunday. Masalan, o'tgan yil demak sizlar 1,5 tonna olgan bo'lsalaringiz, masalan, Toshkent viloyatini lalm hududlarida ekilgan xuddi shu nav demak 50 sentrga yaqin nav haligi hosil berib rekord oldi. Shunday. Endi bu dalani haqida bitta narsa qo'shib ketmoqchiman. Demak, ana bug'doyshunos yana bir olim akamiz bor. Taniqli mutaxassis Aziz aka Nurbekov. U kishi hozir mana shu ham bir yangi texnologiya ustida ishlaydilar. Tuproqqa ishlov bermasdan yoki o'sha to'g'ridan-to'g'ri ekish usuli ham deyiladi. Demak, o'sha usul bilan haligi ishlanayotgandalar, to'g'rimi? U usulda nima afzalliklarini ko'rdingiz aka? Bundan birinchi marta, misol uchun mana shu saralkani ekin ham qilasiz. Demak, haydash shudgor qilinmaydi, to'g'rimi? Xarajatni ekin ham qilasiz. Shudgor bo'lmagandan keyin ancha xarajat kamayadi-da, to'g'rimi? Xarajat. Bir marta ekasiz, bo'ldi. Ancha xarajatlarga nima bo'lar ekan. Juda bir shunga bizga haqiqatan ham mana shu yo'q deding. Yo'qdi-da. Gap yo'q. Salomat bo'lingizlar. Endi bu yerda demak ham chidamli nav, ham yangi samarali texnologiya uyg'unlashgan. O'shani samarasi sizlarga juda ham yaxshi bo'lyapti. Ham demak iqtisod bo'lyapti. Qo'shimcha o'zi dehqonchilikda bug'doyda eng asosiy xarajat boshida demak o'shaligi shudgorga ko'proq xarajat ketadi. Qolganlari endi ular ishlov berishlar, to'g'rimi? Ularda kamroq. Demak, bu shu hudud uchun Qayroqtosh navi juda ham yaxshi hosil beryapti, shunaqami aka? Juda ham yaxshi. Boshqa navdan qancha olganda bu qancha beryapti aka? Masalan, o'tgan yil solishtirdingizmi? Avval ekib turgan navlaringizdan qanchadan oldi boshqa odamlar, bu nav qanchadan berdi? Shu 250 kilo, 300 kilogacha berdi-da oldingi navlarim. Eski haligi lalma navlar. Lalma navlar. Bu mutlaqo 1 tonna 200, 1 tonna 500 gacha borgandan keyin mutlaqo boshqacha-da. Demak, salkam 10 barobar ko'p beryapti deng. Albatta. Bu biz juda ham xursand bo'lamiz, chunki olimlarning mehnatidan demak xalqimiz haligi naf ko'rayotgan ekan, manfaat ko'rayotgan ekan, farovonlikka hissa qo'shilyapti ekan, biz boshimiz osmonda juda ham xursand bo'lamiz aka. Endi sizlar ham charchamangizlar. Haligi nima deydi?
fermer dehqon akalarimiz bor, dunyo obod, farovon, to'q bo'ladi xalq, to'g'rimi aka? Shunday. Charchamangizlar aka, gap yo'q. Men endi ozgina, demak, qo'shimcha anaqalarim bor. Nima deydi, hozir qo'shib ketmoqchiman. Demak, mana bu qayroqtosh navi, bu qiltiqli nav. Endi biz yangi hozir nav yaratdik. Ikkita nav bu qushlarga berdik bu yil. Demak, bu navimiz lalmi uchun mo'ljallangan qiltiqsiz nav. Ana qarang. Chunki fermerlarimiz qiltiqsiz navni yaxshi ko'radi. Endi men bu nav ham juda yaxshi nav. Endi hali amaliy mana bu og'ir muhitda birinchi marta berib sinab ko'rishimiz. Endi bu yil demak hosilda ko'ramiz hali nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi. Lekin bu nav masalan mana shu hozirgi mana tuplanishdan nachalashga o'tayotgan davr, demak mana shu paytda bitta to'yib suv ichsa, keyin o'sha gullayotgan vaqtida bir sug'orilsa bo'ldi. Bu nav juda yaxshi hosil beradi. O'zimizda yaxshi hosil olardi. Sug'oriladigan hududda aytyapman endi men. Endi lalmida ham mana ertaga xudo xolasa butun respublika hududi bo'ylab yomg'ir kutilyapti. Mana shu holatda o'sha sug'oriladigan ham mintaqalardagi bug'doylarimiz ham lalmi hududdagi mintaqalarimizga o'g'it berilsa, o'sha imkon qadar fermerlarimiz juda ham nur ustiga a'lo nur. Sabab o'sha yomg'ir, 3 kunlik yomg'ir sizni mana bemalol bug'doyi mana tomiriga olib tushib beradi o'g'itingizni, sepkin o'g'itingizni. Bu shaniz demak qulay kelyapti. Yana o'sha xudo xolasa agar boshqalash vaqt fazasida bitta yomg'ir yog'ib bersa, bu lalmilar uchun juda ham yaxshi. Endi ko'ramiz. Endi buni mana lekin bitta hozir qarang, mana farqini qarang. Bu qayroqtosh o'zimizning navimiz, yaxshi nav. Bu endi yangi navimiz mana. Baribir hozircha endi yaxshi. Endi yana oxiri nima bo'ladi? Balkim oxiri bu nav o'zini yaxshi ko'rsatar. Shuning uchun hozir bir narsa demaymiz. Salomat bo'lasizlar.